Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan Safer Zone C1 Level YouTube kanalida, demak Multi-Level Reading Part 1 testlarini ko'rib chiqishda davom etamiz. Demak, bugun sizlar bilan Multi-Level Reading Part 1 ni ikkinchi testini ko'ramiz. Xo'p, demak, bugun sizlar bilan biz Hibernation testini ko'rib chiqar ekanmiz. Xo'p, har doimgidek birinchi bo'lib Reading Part 1 o'zi qanday ishlanishi haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Demak, tekstni o'qib, har bitta bo'sh joylarni bitta so'z bilan to'ldirish kerak ekan. Bitta so'z bilan, faqatgina bitta so'z. You must use a word which is somewhere in the rest of the text. In the rest of the text deyapti. Somewhere. Demak, tekstni qayerdandir olishimiz kerak o'sha qo'yiladigan bitta so'zni. Xo'p, demak biz boshlaymiz. Hibernation. During the cold winter months, many warm-blooded animals need extra energy to stay warm. But the source of that energy, food, is scarce in. Xo'p, demak hibernation degan o'zi qishki uyqu degan, hayvonlarda kechadigan qishki uyqu. Tekst tarjima qilish boshlaydigan bo'lsak, demak qishning sovuq oylari davomida juda ham ko'plab issiq-qonli hayvonlarga need extra energy to stay warm. Illiq tanasi illiq turishi uchun ularga qo'shimcha energiya kerak. But the source of that energy, ammo o'sha energiya manbai bo'lmish oziq-ovqat o'shanda taqchil bo'ladi. Oziq-ovqat nimada taqchil bo'ladi? Demak, bu joyda in keldi. Indan keyin demak bitta so'z qo'yishimiz kerak ekan. Qo'yishimiz kerak bo'lgan so'zimiz, demak, bu yerda ot ekanligi aniq ravshan ko'rinib turibdi, chunki in kelyapti. In predlogi kelyapti. Indan keyin ot kelishi kerak. Xo'p. Demak, analiz qilishni boshlaymiz. Xo'p, during tushmaydi. Cold winter months, sovuq qish oylar davomida. Bu yerda winterda to'g'ri javob sifatida, variant sifatida olib turamiz. In months oylarda bo'lmaydi, chunki qaysi oylarda o'shanisi noma'lum bo'lib qoladi. Warm-blooded animals, hayvonlar. Bunda ham to'g'ri kelmaydi. Animals need deyapti o'zi. Need extra energy to stay warm. Extra energy. Yo'q, bu ham to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun to'g'ri kelmaydiganlarni ustidan hozir chizib qo'yamiz. But the source of that energy, food, is scarce in. Bu yerda o'zi bitta to'g'ri javob varianti qolgandi. U ham bo'lsa winter. To'g'ri javob haqiqatan ham winter bo'ladi. Hozir nima uchun winter bo'lganligini yanada analiz qilib tushuntirib aytib o'taman. Demak, winter qo'yib gapni endi butun bir gapni tarjima qiladigan bo'lsak, qishning sovuq oylari davomida juda ham ko'p issiqqon hayvonlarga o'zini tanasini issiq, illiq tutib turishi uchun ularga qo'shimcha energiya kerak. Ammo o'sha energiyani manbai bo'lmish oziq-ovqat demak qishda taqchil bo'ladi. Bu haqiqatdan ham ma'no jihatidan ham, grammatik jihatidan ham, mantiqan ham to'g'ri bo'ldi. Haqiqatdan ham oziq-ovqat hayvonlar uchun qishda taqchil bo'ladi. Demak, to'g'ri qo'yibmiz. Ana endi ikkinchi savolga o'tsak ham bo'ladi. Some migrate to warmer places to survive winter. Demak, ba'zi nimalardir? Demak, qishda jon saqlab qolish uchun issiq o'lkalarga migratsiya qiladi, ya'ni ko'chib o'tadi. Demak, hozir bo'sh joydan oldingi va undan keyingi kelgan so'zlarga e'tibor qaratamiz. Some bilan migrate keldi. Demak, somedan keyin qanday ot kelishi mumkin? Somedan keyin faqat ot keladi. Ot bo'lganda ham ikki xil ot bo'lishi mumkin. Sanalmaydigan ot va ko'plikdagi ot. Xo'p, demak, bu yerga yo sanalmaydigan ot qo'yishimiz kerak, yo ko'plikdagi ot qo'yishimiz kerak. Bo'shliqdagi keyingiga qaraydigan bo'lsak, migrate. Bu ko'plikdagi fe'l. Demak, mana bu joyga qo'yishimiz kerak bo'lgan ot faqatgina ko'plikda bo'ladi. Chunki agar bu yerda faqat biz ko'plikdagi ot qo'yganimizdan keyingina mana bu fe'limiz ko'plikda bo'lishi mumkin. Bu ko'plikda turganligi uchun demak bu joyga ko'plikdagi ot qo'yamiz. Xo'p, demak, ba'zi nimalardir qishda jon saqlab qolish uchun issiq o'lkalarga ko'chib o'tadi. Xo'p, bu albatta mantiqan o'ylab qarasak ham o'zi mavzu hibernation, qishki uyqu haqida ketyapti. Nimalar jon saqlab qolish uchun
issiq o'lkalarga ketadi? Albatta, hayvonlar. Bu savol juda ham oson ekan. Demak, ikkinchi savolning javobi animals bo'ladi. Ba'zi hayvonlar qishda jon saqlab qolish uchun issiq o'lkalarga migratsiya, ya'ni ko'chib o'tadi. Others, boshqalar esa, such as hedgehogs and bats, hibernate in a safe place such as a nest or cave. Boshqa bir hayvonlar esa, ya'ni boshqalari demoqchi, boshqalari, misol uchun tipratikon va ko'rshapalaklar deyapti. G'orda yoki bo'lmasam inda, xavfsiz joyda hibernate uxlaydi demoqchi. In true hibernation, the lungs breathe very slowly and the heartbeat occurs only every now and then. Haqiqiy o'sha qishki uyquda o'pkalar deyapti juda ham sekin nafas oladi va yurak urishi heartbeat nima deyapti? Only every now and then. Juda ba'zida urar ekan. The body temperature also falls but will switch on again to stop the animal from freezing if the outside temperature drops below 0. Tana harorati shuningdek tushar ekan, ammo yana qaytadan ya'ni tushadi deganda soviydi demoqchi. Demak, tana harorati sovir ekan, ammo lekin yana sovishdan to'xtar ekan, qachonki, ya'ni tana harorati yana isishni boshlaydi, qachonki hayvonni nimadan muzlab qolishidan saqlash uchun. Agarda tashqaridagi ob-havo 0 dan pastga tushsa, bu hodisa sodir bo'lar ekan. Animals that hibernate stock up on extra food in the autumn to build up body fat so they can survive the winter months without something. Demak, without turibdi. 3-savolga ham yetib keldik. Without degan biron bir narsasiz degani. Xo'sh, hayvonlar tekstda mana shu alohida belgilangan tekst tarjima qiladigan bo'lsak, gapni hayvonlar qishda uxlaydigan hayvonlar qo'shimcha oziq-ovqat g'amlab oladi. Stock up degan g'amlab olmoq degani. Kuzda qo'shimcha oziq-ovqat demak g'amlab olar ekan, nima maqsadda? O'zini tanasi yog' yig'ish maqsadida. Va buning natijasi so they can survive the winter months without something. Shunday qilib ular qishki oylarda shu narsasiz jon saqlab qoladi. Nima narsasiz? Nima narsasiz jon saqlab qoladi qishda? Qishda ular bu yerda to'g'ri javob food bo'ladi. Qishda ular oziq ovqatsiz ham jon saqlab qoladi, chunki ular kuzda o'zini tanasiga yog' yig'ish maqsadida kuzda ular qo'shimcha oziq-ovqat jamlab oladi. To build up body fat. Ko'p oziq-ovqatlanar ekan. Buning natijasi ular tanasiga yog' yig'adi va buning natijasi esa ular qishda oziq-ovqatsiz ham shu tanasidagi yog' yordamida qishdan omon qoladi. Xo'p, ana endi 4-savolga o'tamiz. Can last several days, weeks or months depending on the species of animals and the time of the year. Demak, bu yerda yangi gap boshlandi. Mana bu food degan joyda gapimiz o'z nihoyasiga yetadi, tugaydi va yangi gap boshlanadi. Demak, bu yerda gapni kesimi kerak bizga. Undan keyin esa can fe'l keldi. Demak, mana bu joyda ot kelishi kerak bizga. Xo'p, nimadir? Bir necha kun, haftalab, oylab davom etadi. Faqatgina bu hayvonni turiga qarab va yilni vaqtiga, paytiga qarab. O'zi tekstni analiz qiladigan bo'lsak, tekstda mana shu birinchi abzas va ikkinchi abzasi ikkinchi gaplar tushmaydi. Sababi bularda umumiy ma'lumotlar ketyapti. Bu tomonda esa endi ichkariga kiryapti, ya'ni yanada chuqurlashyapti. Bu yerda mana shu indan boshlab and the time of year, ya'ni mana oxirgi gapgacha bo'lgan voqea hodisalar hammasi hayvonni e'tibor bergan bo'lsangiz uyqusi haqida, ya'ni qishki uyqusi haqida gap ketyapti. Demak, bu joyga mantiqan o'ylab qarasak,
bu yerda hibernation to'g'ri keladi. Nimaga deganda hozir analiz qilib ko'ramiz. Qishki uyqu bir necha kunlab, haftalab va oylab davom etadi. Faqatgina bu hayvonni turiga qarab va yilning paytiga qarab. Tepadagi otlardan faqatgina mana shu hibernation ma'lum bir davomiylikka ega. Shu sababdan ham hozir biz bu yerga faqatgina lastni olishimiz, lastga qarab hibernation olishimiz mumkin. Ana endi navbat black bearga keldi. American black bears sleep during the winter months. Amerikaning qora ayiqlari qishki oylar davomida uxlaydi, but their sleep is not as deep as the true hibernation of mice and bats. Lekin ularning qishki uyqusi sichqon va ko'rshapalaklarnikidek chuqur bo'lmaydi. Ya'ni chuqur uyquga ketmas ekan. Bears' body temperature drops and their heartbeat slows down, but they can wake up quite quickly if they are disturbed. Demak, mana bu joyga e'tibor beramiz. Demak, A article keldi. A article qachon keladi? Sanaladigan birlikdagi otni oldidan keladi. Ot bo'lganda ham u undosh tovush bilan boshlanishi kerak. Mana bu yerda o'zi ot turibdi. Ot bilan article'ning orasida faqat bitta narsa kelishi mumkin. Bu ham bo'lsa sifat. U ham bo'lsa sifat. Xo'p, demak, mana bu joyga sifat qo'yishimiz kerak. Sifat bo'lgan ham undosh tovush bilan boshlanishi kerak. E'tibor qaratadigan bo'lsak, gap o'zi ayiq haqida ketyapti. Ayiq haqida gap faqat bu joyda keldi va ayiq so'zidan oldin kelgan faqat bitta sifat bor, u ham bo'lsa black. Nega Amerikan keldi-ku deyishimiz mumkin. Amerikan to'g'ri, Amerikan bu yerda ham sifat ma'nosida sifat vazifasini bajaryapti, lekin bu unli tovush bilan boshlanadi. Bizga esa undosh tovush bilan boshlanadigan sifat kerak edi. Shu sababli ham hozir bu yerda to'g'ri javob tariqasida biz faqatgina black so'zini olishimiz mumkin. Qora ayiqlar deyapti. Tana harorati tushadi va ularning yurak urishi ham sekinlashadi. Ammo ular they can wake up quite quickly if they are disturbed. Agar ular bezovtalansa, darrov yana tezda uyg'onib keta olar ekan. During the winter months, qishki oylar davomida they do not eat, drink or go to the toilet. Ular ichmas ekan, yemas ekan, hojatga ham chiqmas ekan. Some female bears give birth to or 3 cubs in midwinter and nurse them in the den until they are ready to leave in the spring. Ba'zi bir urg'ochi ayiqlar bolalar ekan. Give birth degani bolalamoq degani. Demak, ba'zi bir urg'ochi ayiqlar ikkita uchtalab bolalar ekan qishni o'rtasida va ularni den degani in degani va ularni o'sha inida ular yozda o'zar mustaqil bo'lgunga qadar nurse parvarish qilar ekan. Estivasiya degani bu uyqu degani bu ham. Faqat bu hibernationga o'xshash, mana o'zi aytdi. Faqatgina bu yozgi oylarda davom etadi. Estivation is similar to hibernation. Estivation bu xuddi hibernationga o'xshaydi. Estivation usually takes place during the summer months. Estivation odatda yozgi oylar davomida davom etadi, sodir bo'ladi. Take place sodir bo'lmoq degani. Animals sleep during the hot, dry season to survive the intense heat and avoid damage from high temperatures. Hayvonlar odatda demak issiq ob-havoda, quruq fasllarda, demak jazirama issiqdan omon qolish maqsadida uxlar ekan. And avoid damage from high temperature va yuqori haroratdan ularga biron bir ozor yetmasligi uchun ham o'zini olib qoch uxlar ekan. Desert, cho'l. Desert something including lizards, frogs, insects and snails. Bu yerda desert keldi. Cho'l degani bu. Cho'ldan keyin odatda fe'l kelishi. Bu yerda agar biz buni gapda egasi sifatida qaraydigan bo'lsak, bu yerda fe'l kelishi kerak. Lekin bu yerda including kelyapti. Ya'ni kabi degan ma'noda. Demak, desertdan keyin mana bu joyga qo'yishimiz kerak bo'lgan narsa bu ot bo'lishi kerak. Nimaga ikkita ot ketma-ket kelib qoladi-ku, kelishi mumkin emas-ku deyish mumkin. Bu yerdagi ot endi sifatlashgan ot vazifasini bajaradi.
Demak, otlashgan sifat vazifasini bajaradi. Demak, hozir biz bu yerga including lizards deyapti. Demak, kaltakesak, qurbaqalar, hasharotlar va shilqurtlar kabi nima? Ular qaysi oilaga kiradi? Bular o'z-o'zidan desert animals ga kiradi. Desert animals. Demak, desert bitta bu yerda sifatlashgan ot bo'lib kelyapti. To'g'ri javob animals bo'ladi, chunki undan oldingi gapda ham asosiy gap animals haqida ketayotgandi. Xo'p, demak, cho'l hayvonlari, misol uchun kaltakesaklar, qurbaqalar, hasharotlar va shilqurtlar ham shular misolidan demoqchi bo'lgan. Demak, 6-savolimizga to'g'ri javob animals bo'ldi. Shuning bilan navbatdagi part 1 savollari analizi o'z nihoyasiga yetdi. Biz har doimgidek tekstdagi muhim yangi so'zlarni biz jadval qilib keyingi sahifada berib boramiz. Siz bularni bemalol Telegramdagi Safer Zone C1 Level kanalimizdan olib PDF shaklini bemalol foydalanishingiz ham mumkin. Keyingi Multi-Level Reading Part 1 savollarini analizida ko'rishguncha deb qolamiz. Ilm o'rganishdan to'xtamang.